Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 12-iyul yakshanba Andijon avtomobil bozoridan gapiryapmiz. Hozirgi bo'lgan holatni sizlarga ilindim. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimiz dehqonni o'zidan sotildi. Old kapoti ochiq ekan jiga. Kraskasi bitta eshikda dedingizmi? Orqa yurgani qancha edi? 109 ming. 109 ming yurgan. Bitta orqa krelosida kraskasi bor. 2012-yil Caris motor Sparkimiz $3600 100 ming so'mga sotildi. Marhamat qilib, kimdagi mana shunaqangi Spark holatlarga qiziqib yurganlar bo'lsa, mana shunaqangi 3000, 4000, 3000 orasida Spark olaman deb yurgan akalarimiz mana shundan narx chiqarib olaverasizlar. 2012-yil yurganlari ham go'zal ekan, o'z mashina ham svejiy turibdi ekan. Olganga sotganga Alloh baraka bersin. Olmoqchi bo'lganlar Alloh niyatiga yetkazsin. Sog' bo'lasizlar aziz vatandoshlarimiz. Mana keyin yana bitta o'zimiz ham hozir bitta sotdik. Mana 2013-yilda ishlab chiqarilgan 170 ming kilometr yurgan kraskasi mana shu yerda ozgina eshikda naqasi bor. Holati juda ham go'zal holatda. Tashkil motor. Hozir o'zimiz sotdik. 3500 AQSh dollari bor bolalarga qolgani 3 oy muddatga $4800 berdik. $1300 3 oyda bo'lib berishadi. Mana baho berib qo'yarasizlar. Mana shunaqangi holati bor akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa ham mana agar xizmat bo'lsa telefon qilaverasizlar. 90lik 217 30 77 93lik 577 76 79 telefon qilaverasizlar. Boshqa davlatlarda ishlab yurgan akalarimiz, ukalarimiz bo'ladi. Mashina turib, hamma yo'lni bitirib ko'raylik akalar. Motorlar yangi qilingan, 19 yil kraskalari toza. Puli shu 6 mingdan keyin o'tib beramiz aka. 19 yili yurgani 250 ming, motorini yangi datav qildik. Mana kraskasi toza. Dokumentlari ham juda ham go'zal, generalniy xohlagan hujjat bo'laveradi. O'zimizga qarashli qadrdonining mashinasi. Telefon qilaverasizlar akalar. Uylarga olib borib, dokumentlarini qilib, kim nomiga oldi-sotdi qilish kerak bo'lsa qilib yoki kim nomiga generalniy qilish kerak bo'lsa qilib, uylarga olib borib, joylab kelamiz. Akalar, ukalar, xudo xolasa haligi ko'pchilik to'g'risi mashina bozorga chiqib, u qil, bu qil, qanaqasi uchirayman, nimasi uchirayman deb o'ylanib qoladigan akalarimiz, ukalarimiz bor. Mana shular akalar telefon qilsanglar, vajonidil xizmatlarni qilamiz. Shu o'rtada shu Alloh bersa 50 so'm, 100 so'm foydasini qilamiz. Shu. Bozor yaxshi kunlarda mana bozor yaxshi bo'lyapti. Sotuvlar bo'lyapti akalar. Yaxshi, Spark bozor, boshqa bozorlar. Mana shu ukamiz ham mana xalq xizmatida mana kanalimga qo'yib qo'yaman. Omonmiz, charchab qolmayapsizmi? Tinchmisiz? Eski qadrdonlardan. Salom aka. Bo'ldi, sog' bo'lasiz. Mana omon Rossiyada Samarada Husanboy degan akaxona bor. Shunga salom ayting deb qo'yapti. Xudo salomni yetkazib beramiz. Akalar, ukalar telefon qilaverasizlar. Xizmatlarni qilsak, faqat xursand bo'lamiz. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.